Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, bizni kuzatib boradigan. Bugun sizlar bilan Odnoklassnikdan yana bir yangilik, yana bir plugin o'rnatamiz. Buning uchun biz oddiygina qilamiz. Oddiygina qilib, yana xuddi shunday instrument и расширение kiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana Octpulse уже menda qo'yilgan. Sizda yo'q bo'lsa, расширение kirganingizda mana xuddi shunday chiqadi hammasi. Mana olib borsangiz, установить degan yozuv chiqadi. Men уже установка qildim. Endi hozir оценить chiqyapti. Xuddi shunday o'zgartirasiz yoki sotsialniy seti shunga kirasiz. Xuddi shu yerdan chiqishi kerak bo'ladi menimcha. Sotsialniy seti hozir endi установка bo'lgani uchun ko'rinmayapti. Mana Vkontakte Tools buni ham установка qilsam, kontaktimda mana xuddi shunday chiqadi. Добавить. O'zi ko'rsatyapti, qo'shildi deb. Xuddi shu tarzda Odnoklassnikni ham qo'shamiz. Bu yerdan chiqamiz. Odnoklassnikka kiramiz va mana ko'rib turganingizdek OK chiqdi. Temaga kiramiz. Biror bir tema tanlaymiz hozir. Bu yerda temalar ko'p. Установить. Mana ko'rib turganingizdek Odnoklassnikda tema o'zgardi. Menga unchalik yoqmadi bu tema. Ko'rib turganingizdek установка bo'ldi. Biz temamiz va status yoki поздравление. Поздравление. Xuddi shunday qilib, mana buni ham сохранить qilib qo'ysangiz bo'ladi. Выбрать kategoriya.
закрыть. Mana bu yerda faylni dabayt qilishingiz ham mumkin va hokazolar. Xuddi shunday ko'rinish sizlarga biror bir foydamiz tekkandan xursandmiz. Biror bir kommentariy yoki fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin yoki quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin.